Meni ismim Iroda. Yoshim 37 da. Bu kompaniyaga kelganimga 1 yil bo'ldi. Men Rossiyaga ishga borib, xo'jayinim bilan palatrit degan kasallar orttirib keldim. 1 yil u yerda posuda yuvdim. Qo'lim shamolatdim. Xullas, har 6 oyda men igloterapiya shu lichinalarni olib yurdim. O'sha qo'lim og'rib, holsizlanib qolaverdi. U hammasi vaqtincha ekan. Uni betga kelgandan keyin uni bildim. Men undan natija oldim. Ham bosh og'riqlarimdan natija oldim, cherpnoy davleniyamdan. 3 ta farzandim bor, 3 ta o'g'il. Eng kichkinam farzandimni dunyoga keltirganimda, eng kichkinam 3 yashar. Pochkam og'rirdi, ishib ketdimda, tug'ishga qiynalib, 3-inchisi Kisirova bo'ldim. O'sha paytda aytishdiki, bo'ldi, tug'maysizga mumkin emas. Agar tug'sangiz yana davleniya bo'lib qolasiz dedi. O'sha men yotolmasdim. U yoqqa aylanib yotaman, baribir pochkam og'riydi, bu yoqqa aylanib yotaman, baribir pochkam og'rirdi. Farzand ko'rdim, kasalligim yanada ko'paydi. Hali betga kelmagan edim. Ichakda, oshqozonda shamollashlarim bor edi. Jigarda, o't pufagimda. Qornim och paytida ham shu ichaklarim og'rirdi, to'q paytida ham og'rirdi. Hazm jarayonim ham yaxshi emas edi. Nima deydi? Qornim ishardi-da. Bilmay, sekin-sekin kasalliklarim yo'qola boshladi. Men bundan rosa ham xursandman. Asosan qaysinisidan yaxshi natijalarni sezdingiz? Hammasi bitta palatrimda ozgina qoldi. Tushunarli. Palatrimda. Keyin yana yaqinda farzandimda zamburug' degan kasallik bor ekan. O'sha qo'lni badaniga toshib ketdi-da yara. Orqasiga chiqqanida 14 yoshli o'g'limda u narsani menga ko'rsatmadi. U ozgina qichib yurgan ekan, keyin menga ko'rsatdi. Shundoq qarasam, shunday katta qizarib ketganda bir qo'rqinchli. Keyin kundan-kunga ko'paya boshladi bu. Men keyin uni kojniga bordim, analiz topshirdik. Unda zamburug' chiqarib berishdi. Keyin bir varoq bizga lecheniya yozishdi. Bu mahsulotni men ichib yurgan edim o'zim. Keyin o'zimizning mutaxassislardan so'radim. Qanaqa kasalligini bilgan bo'lsangiz, именно shu kalsiy bilan davay boshlang. Qani rezultatimiz chiqadi, xudo xolasa dedi. Men astoydil bunga ishondim. Lekin bitta qo'zg'atadi, butun badaniga toshadi dedi. Haqiqatan butun badaniga toshib ketdi. Strashniy, qo'rqinchli darajada toshdi. Bu jarayon bir 10 kun ichida butun badaniga toshib ketdi-da. Xullas, o'g'limda ham natija yaxshi bo'ldi. 20 kunda kuniga boshida bittadan berdim kalsiy. 10 kundan keyin ikkitaga o'tdik. Men o'zim ham boshida bittadan, 10 kundan keyin ikkitadan, keyin koenzim qo'shdim. 20 kunda bitta ham yara qolmadi. Hammasi to'kilib tushdi. U joylari dog' bo'lib qoldi. Sekin-sekin ular ham kamaya boshladi. O'sha ozgina qoldi. Xullas xolis bo'ldik u o'g'limnikidan ham, o'zimni ham yaxshiman hozir. Burungiga nisbatan sog'lomligimdan Allohga shukr deyman. Avvalambor Alloh. Buni hammaga tavsiya qilaman. Faqat kasal emas, buni sog'lom odam ham ichishligini men bu yerda o'rgandim. Xudo xolasa hamma ichsa, kasalliklarimiz kamayar ekan. Nima aytadigan bo'lsak, tavsiya qilamiz. Haqiqatan ham Yaponiyani nanotexnologiyasi, mana o'zingiz ham tushunib iste'mol qilgan ekansiz. Bizni shu hamkorlikda ishlayotgan shu serdagi Yaponiyaga va o'zimizga birgalikda omad, rivojlanish tilaymiz. Rahmat. Boringlarga shukr.